Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu obyektimiz 4 yil oldin qilib topshirib bergan edik. Hozirgi kunda esa ligirovkalar eshiklari ozgina qochibdi, oynaklari sinibdi, ularni almashtirib berdik. Derazalarni Aquaplast 6000 Trio zolotoy dup rangidan qilib bergan edik. Hop, derazalarni qishki rejimga olib berdik, eshiklarni ochilib yopilishlarini chiroyli ligirovkalarni qilib berdik. Zamonlari, ruchkalarni almashtirib berdik. Hop, o'yi egalari Inomjon aka, biz ishimiz qalay aka? Qanchalarga sog' desa, mana shu ustalarimiz qilib bergani ham 4 yil bo'ldi. Mana 4 yil mobaynida hech qanaqa bir ish ko'rsatgani yo'q, yo o'chish yo boshqa holatlar bo'lgani yo'q. Endi mana qishki rejimga olib beringlar deb bitta o'ynagimiz sinuvdi, bizlarni chaqirtirdik. Sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Mana shu ukalarimiz ishi nihoyatda chiroyli, sifatli ish bajarishadi. Shum izolyatsiyalari zo'r. Zo'r. Aquaplastni tavsiya qilasiz biz obunachilarga, kuzatuvchilarga. Xudo xohlasa yaxshi. O'zi narxini oqlaydi. Ishlaringga 5. O'zi narxini oqlaydi. Har tomonlama sifatli. Ishonch sexga ishoninglar, ishonchlardan sifat esa bizdan. Bu esa tashqi ko'rinishi. Xudo xohlasa ishimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lishni unutmanglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ishonch sexga aloqa chiqarasizlar. Xudo xohlasa ishinglarni sifatli, arzon qilib o'z vaqtida o'rnatib beramiz.